xizmatimiz qilishni o'rniga qanaqasiga bayram qilamiz? Gapni ko'paytirmaylik ukam. Komil aka. Komil aka yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Yaxshimi? Xavotir olmang. Iltimos yordam beringlar. Chap oyog'ingizda sezuvchanlik yaxshi. O'ng oyog'ingizda kam. Xullas eshit. Mana gapir. Malika bormi? Bor. O'sha javlon shiltani. Malikada ko'ngli bor, to'g'rimi? Malikani o'shingiz. Ha. Javlonni qo'lga tushiramiz, tamom, vassalom. Agar sen qasddan kasbingga xiyonat qilib, insoniylikdan chetga chiqib, kamolga qasddan qo'l qilib, ishga yetkazgan bo'lsang, meni sendagi do'stim yo'q. Nimalar dersan Sodiq? O'zingga qarab gapir. Yo'q, isboting bor. Isbot kerakmi senga? Laboratoriyada iqtidorga qolgan o'zi isbot bo'ladi. O'sha dorilarni aralashmasi inson tanasidagi hujayralarni o'ldirib yuborishini men juda ham yaxshi bilaman. Dada, Ha, uy nega bu ahvolda? Kamol yo'qmi? Kamol bir necha kundan beri yo'q, kelmayapti, bilmadim. Negadir telefon ham qilmadi. Hozir chirog'i yoqaman, kel. Kiraver qizim. Sen xonaga kirib damingni olur, men yuvinib chiqaman. Dada, Ha qizim, nima bu? qaysi? Mana bu. Sen bunga e'tibor berma. Tushunmadim, nimalar qilyapsiz? Mendan nimani berkityapsiz? Bu nimani qoni? Dada, yaxshimisiz? Yoki u bu joyingiz kesildimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Dada, mendan nimani yashiryapsiz? Dada, tushunmadim, axir bironta hayvonni qoni emasdir. Ha, bu hayvonni qoni. Senga ziyon yetkazmoqchi bo'lgan hayvonni qoni bu. Nima? Dada, sultonchikni qonimi bu? Menga qara, uni ismini og'zingga ola ko'rma, tushundingmi? Dada, nimalar qilyapsiz? Sen aralashma Dilnoza. Nima bo'lgan bo'lsa ham to'g'ri bo'ldi. Dada, uni nima qildingiz? Hozir qayerda? Javob bering, dada, nimalar qildingiz? Seni ishing bo'lmasin. Dada, yolvoraman. Aqlingizni yig'ing. Dada, iltimos, qayerdagi razil insonni deb hayotingizni barbod qilmang. Hali bizga keraksiz, dada. O'zi boshimizga tushgan shuncha kulfatlar yetadi, dada. Xo'p, qizim. Menga hech narsa qilmaydi. Xonangga kir. Bo'l. Mendan xavotir olma. Dada. Siz shu yerda qoling. Ichkariga kirish mumkin emas. Nima bo'ldi? O'g'lim yaxshimi? Bemor qattiq kaltaklangan. Xo'sh, Unda jinoyat alomatlari sezildi. Tegishli joylarga xabar berishga majburmiz. men o'g'limni hech kim kaltaklagani yo'q. Hammasi joyida. Tushunmadim. Nima yosh bola emas-ku, yuzi bilan yerga yiqiladigan. Meni hech kimdan davoyim yo'q dedim sizga. Lekin vaziyat jiddiy. Bunday ishlar ichirida bo'lib turadi. Muhimi, o'g'lim ko'zini ochgan.
U bilan qachon ko'rishsam bo'ladi? U bilan hozir ko'risha olmaysiz. Palataga olib chiqqanimizdan keyin ko'rishingiz bo'ladi. Hozir esa mumkin emas. Tushunarli. Aka, olmaysizmi? Dadajon. Dada, sizni sog'indim. Mirza, qo'rqib ketdingmi? Mardon senmiding? Sal qo'sa pichoqlab qo'yardim. Kir. Dadajon, sizni juda sog'indim. Dada, qachon uyga borasiz? Ovozingni chiqarib kelsang bo'lmaydimi, to'nka? Ishqilib ishtoniga quruqmi quyon yuray? Quyon yuray desa ishonmagandim. Hey, ko'p gapirma, hozir mazingni qochirib qo'yaman, Mardon. Hop, jiddiylashma, yur ichkariga. Odam rosa charchadi. O'zi hayotimiz qil ustida turgan bo'lsa, yana hazil qilasan, Mardon? Nimaga eshikni qulab qo'yding o'zi? Endi bilib bo'lmaydi-yu. Qizini olib keldingmi? Mardon, aqlingni yig'. Bizning hayotimiz xavf ostida. Buni esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Yoki nima? Ertashar bir kechada hammamizni yig'ishtirib ketgani esingdan chiqdimi? Ko'pirma. O'shanda hamma mast holda bo'lgan. Hech kim nazoratni o'z qo'liga olmagan. Uni ustiga men ham Arslon ham bo'lmagan. Yigitlarni boshqaradigan odam bo'lganmi? Yo'q. Nima bo'lganda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ular har qanday vaqtda bizga qarshi hujum qilib olishi mumkin. Harakatni ular emas, biz boshlaymiz. Bugundan. Tushunarlimi? Tushundingmi? Kalakayni qara, xursand bo'lib qolgan uni. Mazza qilib yuribdi. Qizi bilan. Dada, boshingizga nima qildi? Og'rimayaptimi? Gapiring dada, nimaga indamayapsiz? Nimaga uyga bormay qo'ydingiz? Yo nima, meni yaxshi ko'rmaysizmi? Gapiring dada. Mardon amaki, dadam nimaga gapirmayaptilar? Dadang gapiradi, shunchaki tomog'i qattiq shamollab qolgan. Meni ham tomog'im bir marta shamollagan-u,
Lekin men gapiryapman-ku. Dadangniki juda qattiq shamollagan. Doktorlar hozircha gapirmang deb tayinlagan. Shuning uchun gapirmay turganlar yaxshi. Shunaqami, dada? Dada, sizni sog'indim. Qachon uyga qaytasiz, dada? Ayting, dada. Aytyapman-ku. Dadangga gapirish mumkin emas. Sen bo'lsa tinmay dadangga savol beryapsan. O'zlari aytmayaptilar-ku qachon borishlarini. Ke, dadang aytmoqchi bo'lgan gaplarni men senga aytib turaman. Kelishdikmi? Ha? Kelishdik. Dada, nega menga 6 kundan beri shokolad bermayapsiz? Shokoladmi? Shokolad olib kelmay qo'ygan bo'lsam qizim. Endi bugun 6 kunlikni bitta qilib olib kelib beraman hammasini. Yolg'on gapiryapsiz. Nega? Chunki men 1 oydan beri shokolad yemay qo'yganman. Shirinlik sog'liq uchun zarar ekan. Nega? Sabab? Chunki zahrim bor ekan. Nima? Kim aytdi? Doktorlar oyimga aytganida eshitib qoldim. Dada, sizga ham doktorlar aytdimi? Dadajon, qachon uyga ketamiz? Bilasam, u nega qizini chaqirtirdi. Nimaga bo'lardi? Ertinda o'lib ketsak, oxirgi kunlarni qizi bilan o'tkazgisi kelganda, shuning uchun. Mirza, hozir men qizaloqni kasalligini eshitib, qattiq ta'sirlandim. Nega? Bir kun kelib qilgan hamma qora ishlarimiz uchun javob berishimiz kerakligini yana bir bor eslatdi. To'g'ri aytyapsan. Arslon yaqinda Baxtiyorning qizini Shanunni toptaydigan video tashagan. Bugun esa Mubinani sahr kasalligiga chalinganini eshitib, yuragim boshqacha bo'lib ketdi. Men esa qanchadan qancha odamlarni doriga o'rgatdim. Qancha odamlarni boshiga yetdim. Bir kun kelib hammasi qaytishidan qo'rqaman. Mirza, balkim yig'ishtirarmiz. Shuncha yo'l yurib qo'yib, endi qanaqasiga ortga qaytamiz? Keyin nima? Yer teshar bizni shunchaki qo'yib yuboradi deb o'ylaysanmi? Shunchaki tinch yashashimizga ko'p qo'ymasligi aniq. Shuning uchun tezda bu mavzuni yopish kerak. Keyin ozod bo'lamiz. Faqat va'da ber. Ozod bo'lamiz va bu yo'ldan qaytib yurmaymiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Yaxshi. Endi senga maslahatim, Niginani top. Yer teshar uni bir marta yo'qotishga harakat qildimi? Endi bu maqsadidan qaytmasligi aniq. Faqat iltimos, ehtiyot bo'l. To'g'ri. Hozir Niginani yolg'iz qoldirish juda xatarli. Yaxshisi men uni topib kelay. Menga qara. Kechga Malikani chaqirganman. Biror xilvatroq joyda ko'rishamiz. Javlonni masalasi bo'yicha. Shuning uchun kechga yo'qolib qolma. Tushunarli. Arslon aka.
Mumkinmi jonim? Albatta mumkin. Ke. Qani o'tir. Shotgacham. Nega endi shotgacha? Chunki menga stolda yoyilib yotgan dorilarni burning bilan sipirib olishing yoqadi. Siz nima deb chaqirsangiz ham roziman jonim. Unda men seni shotgacham deb chaqiraman. Roziman. Nima bo'ldi? Qahva yoqmadimi? Bilasanmi, oyim har doim nima derdilar? Nima derdilar? Hech qachon yoqtirgan ayolingni qo'lidan sovuq qahva ichma deganlar. Va yana hech qachon qo'yningdagi ayoldan sovuq nigoh qabul qilma deganlar. Qahva sovib qoptimi jonim? Sovuq suvga damladingmi? Bor almashtirib ke. Xo'p bo'ladi jonim. Bor tez. Tunka. Ke aka, o'tir. Telefoningni ol. Ol aka. Baxtiyorni qiziga jo'natgan videolaringni o'chir. Meni ukam desang, originalini hammasini o'chir. Bo'la qol. Menga qara. Diskman, fleshkami? Yana qayerda bor? Semda nusxalari saqlanib qolganmi? Mabodo ofisdagi seyfingda qolib ketmaganmi? Janobsan. Ularni ham hammasini yo'q qilish kerak. Alo, assalomu alaykum xo'jayin. Ha, ofisdaman xo'jayin. Xullas, bizga xabar keldi. Xo'sh, nima xabar? Bugun yana tekshiruv kelayotgan ekan. Nega? Axir hamma joyini tekshirib ketishgandi-ku. Yoki nima? Boss, hech qanday dalil topish olmagan. Shunchaki avaznani o erkatoy qizi hamma joyni oyoqqa turgizgan. Boshga bitgan balo bo'ldi bu oyimcha. Ozgina sabr qilib turaylik, tez orada undan qutulamiz. Yaxshi xo'jayin, men nima qilay? Ofisdan chiqib turaymi? Hech qayerga ketma. Sen o'sha yerda bo'l. Shunchaki hamma yoqni tozala. Aha. Ha, bu safar qattiq tekshirilishi mumkin. Hamma joyda hech qayer qolmasin. Tushunardimi? Xo'p bo'ladi xo'jayin. Menga qara, nimanidir ko'zdan qochirgan bo'lsang, boshing bilan javob berasan. Aytib qo'ya bo'la. Xo'jayin, to'g'risini aytsam, faqat bitta eski seyf bor ekan. Uni kaltini topolmaymiz. Shuni ichida nima borligi menga qorong'u. Hoziroq o'sha seyfni buz. Agar buzmasang, ular buzishadi. Bo'ldi xo'jayin, buzib ko'ramiz. Yana ichida dorilar pachka-pachka turgan bo'lsa, bizga muammo bo'lmasin yana. Bo'ldi, tushundim xo'jayin. Ey, hammamizni qo'shilib boshimiz ketadi. Men sizni tushundim xo'jayin. Hozir seyfni buzdirib, ichidagi hamma narsani tozalataman. Yaxshi. Xabarlashib turamiz. Xo'p xo'jayin. Xo'jayin, Yig'ishda qahva paxmayni. Bor Sanjarni chaqir. Seyfni buzishimiz kerak deb ayt. Kerakli hamma asbob uskunasini olib tushsin. Xo'p bo'ladi. Bor.
Kechirasiz. Uzr doktor, ko'zim ketib qopti. O'g'limning ahvoli yaxshimi? O'g'lingiz ahvoli yaxshi. Uni palataga ko'chirdik. Kirib ko'rsam bo'ladimi? Maslahatim hozir emas. O'g'lingiz hozir dam olyapti. Tushunarli doktor, rahmat sizga. Aka bu yog'iga o'g'lingizni ehtiyot qiling. Boshidan jarohatlangan. Doktor, o'g'lim sog'ayishi uchun nima dori kerak o'zi? Hammasini topib kelaman. Faqat sizdan iltimos. Sulton sog'ayib ketish uchun hamma harakat qiling. Bu yog'idan xavotir olmang. O'g'lingizning ahvoli ancha yaxshi. Sekin-asta jarohatlari ham yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat sizga doktor. O'g'lingiz ko'zini ochgandan keyin sizni chaqiramiz. Rahmat doktor, baraka toping. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Eshitaman qizim. Allo dada, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdasiz? Va alaykum assalom qizim. Aytdim-ku, akang bilan bitta joydamiz deb. Biznes ishlari bo'yicha. Xo'p, qachon kelasiz? Aniqini bilmadim qizim. Voy, nega? Balki kechga borarman. Tinchlikmi o'zi? Dada, iltimos tezroq keling, uyga sovchilar keldi. Juda ham noqulay ahvolga tushib qoldim. Sovchilar? Ha, sovchilar. Ammamni chaqirdim, lekin ular qachon keladi bilmayman. Men nima qilishni ham bilmay qoldim. Tushundim qizim. Hozir yetib boraman. Sen mehmonlarga choy qo'yib tur. Choy olib kirdim. Endi nima qilishni ham bilmayapman. Iltimos dada, tezroq keling. Xo'p, hozir boraman. Mayli, kutaman dada. Xo'jayin, balki bu sozni yangilash kerakdir. Nimalar deyapsan? Bu to'r men uchun juda ham qadrli. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan, qadriyatga aylangan eng qadrli buyumdir. Tushunarli. Kallangni ishlatsan-chi. Agar inson o'zi uchun qadrli bo'lgan buyumlari eskirsa, ularni yangilash emas, ularni tuzatish kerak. Bo'ron ham shu dutor kabi menga qadrli edi. U meni haqiqiy do'stim edi. Menga qara Bekzod. Eshitaman. Bo'ronni o'ligini bo'lsa ham topishimiz shart. Xo'p. Uni barcha kabi insonlardek qabrga qo'yishimiz kerak. Bo'ronga qasd qilganlarni esa dunyodagi eng og'ir jazolar kutib turibdi. Ha, ana o oyimchani esa bugunoq yo'qotlaring. Xo'jayin, lekin hamma joyda tekshiruv ketyapti-ku. Sabrim tugadi, sabrim. Sabr qilishga majburmiz. Alo? Baxa. Labbay xo'jayin. Avazni qizini ushlalaringda. Hop. 10-15 ta yigitlarga hadya qilib bor. Shani toplagandan o'zini o'zi osib yo'q bo'lib ketadi. Tushunarli xo'jayin. Bugunoq hoziroq bu ishni bajar. Xo'p bo'ladi. Tushundim xo'jayin. Selam bor. Ishni bajar. Yaxshi. Nima chiqdi? Xo'jayin, seyfdan bitta fleshka bilan bitta disk chiqdi.
Qanaqa disk bu? Bilmadim, lekin yangi ekan. Seyfga kirganiga hali hech qancha bo'lmagan. Boshqa hech narsa chiqmadimi? Yo'q, qolgan hammasi toza. Xo'jayin, tekshiruv ketdi. Tushunarli. Hammang og'zingga mahkam bo'llaring. Bularni nima qilamiz, xo'jayin? Malika mana bularni olgin-da. Yashirib orqa eshikdan chiqib ket. Men mashinaning eshigini ochib qo'yaman, bardachokka solib qo'y. Kechqurun borib ko'raman. Xo'p bo'ladi. Hech kim ko'rib qolmasin. Xo'p bo'ladi. Sen ham bo'lsan. Xo'p. Malika, yaxshimisan? Kim bu? Men Mardonman. Endi shu raqamdan senga telefon qilaman. Ha, Mardon aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qayerdasizlar? Hamma sizlarni qidiryapti. Malika, men senga ishonganimdan telefon qilyapman. Senda ish bor. Qanaqa ish? Bugun kechqurun telefon qilaman va qayerga kelishingni aytaman. Faqat iltimos, hech kimga bildirma. Yaxshi. Men sizni tushundim. Lekin Javlon So'tayt meni olib qolishi mumkin. Bir ilojini qilmasang bo'lmaydi, Malika. To'g'risi jonimga tegdi. Bu xo'jayinni tirnog'iga ham arzimaydi. Tushundim. Men seni kutyapman. Kechqurun nechida bo'shasang ham menga xabar ber. Xo'p, albatta xabar beraman. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Xo'jayinni eshitaman. Nimaga? To'xtayman. Topdim xo'jayin. Qabristonda ekan. Yana o'sha tomonga ketyapman. Yaxshi, ishni to'xtatma. Albatta. Eshitaman Mardon. Xo'jayinning uyiga kelgandim. Keling bilan gaplashdim. Nigina qabristonda ekan. Tushunarli. Hop.
Otasingchi. Kelishdi. Marhamat. Assalomu alaykum Yorqin aka, akaxonim. Alaykum assalom. Omonmisiz? Bekzod. Labay. Bizani yolg'iz qoldir. Xo'p. Yaxshimisiz akaxon? O'tir. Hop. Hop aka. Ortiqcha munosabatni qo'y Shodmon. Ha. Hop. Hop aka. Ozodlik muborak bo'lsin. Rahmat aka. Men sizga o'z minnatdorchiligimni bildirgani keldim. Bo'ldi qil Shodmon. Bunaqa balandparvoz gaplarni yig'ishtir. Hop, hop. Hop aka. Menga qara. Labay. Bu Hoji akaning ahvoli qanday? Hoji aka ichkarida juda qattiq azob chekyapti. Menga-ku tegishmadi. Hoji akaning aybi Bo'ronni tog'asiga qilgan ishi bo'ldi. Gap bu yoqda ekanda. Bo'ronni o'zi qani akaxon? Bo'ron yo'q. Qanaqasiga? Ko'chada 3-4 ta chuvrindi paydo bo'lgan Shodmon. Ular nima qilishayotganini anglasha olmayapti. Men sizni tushundim akaxon. Mendan nima xizmat aka? Meni sizdan bitta jon qarzim bor. Shodmon. Men seni yaxshi bilaman. Ko'chani, qolaversa bu ishlarni juda yaxshi tushunasan. Yoshing ham, tajribang ham bor. Xullas, men Bo'rondan keyin o'ng qo'limdan ayrilganday bo'lib qoldim. Yorqin aka, menga ishonch bildirayotganingizdan boshim osmonga yetdi. Yaxshi. Faqat birinchi qoida. Xo'p, eshitaman aka. Men mulozamat qilib gapirayotganlarni yoqtirmayman. Tushundim. Sen kechga yaqin tayyorgarligingni ko'r. Bugun kechqurun jamoa bilan tanishib chiqasan. Tushundim, xo'jayim.
Nigina. Yaxshimisiz singlim? Taksi kerak emasmi? Assalomu alaykum. Kerak? Qayerga borasiz? Qoraqamishlikka. Keling, o'tiring, olib borib qo'yaman. Bir ish boshlamoqchiman. Avval birinchi qadamni qo'yib olay. Qani keyin ko'ramiz. Senga ham bir urish chiqib qoldi. Ore, muncha yaxshi. Turmang, yoting. Mumkin emas sizga turish. ketishim kerak. Yoting, iltimos, bemor. Mumkin emas sizga turish, yoting. Bemor joyingizga yoting dedim sizga. Bemor qayerga? To'xtang. Nega meni tinch qo'ymaysan? Qo'y bor. Chunki seni hayoting meni o'zimni hayotimdan ham muhimroq. Seni sevaman. Nada, iltimos. Iltimos tegmang unga. Dilnoza qoch. Mayli, qancha kaltaklasiz ham men roziman. Lekin Dilnozani ham aybi yo'q. Baxtiyor aka, hamma tushunmovchilikni o'z bo'ynimga olaman. Hozir. Yana bu sababini yerim tagidan bo'lsin. Shuni hayotlaringni hal qiluvchi sinov bu.